Alo? Ha do'stim, qalaysan, yaxshimisan? Ha, boqma qilmalar, yana o'tiribsizlar-ku, ko'rdim. Assalomu alaykum, aka, salfetka olasizmi? Bo'ldi, mana kiryapman. Salfetka oling. Yo'q, rahmat. O'zingiz yaxshi kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Ha, rahmat, shukur. Shukur. Siz qalaysiz, aka? O'zing yaxshimisan? Ramazon oyi boshqacha-da, aka. Nima deysiz? Ha, albatta. Allohim, o'zing har narsaga qodir zotsan. Shu miskinlarga rahim qilsang, muhtojlikdan xalos qilsang bo'lmaydimi? Assalomu alaykum. Hormanglar. Mana bu sizga, bu esa sizga. Shirin qizlar olinglar mana. Tutgan ro'zanglar qabul bo'lsin. Mana oling, yoqimli ishtaha. Xo'p, mayli. Sog' bo'linglar. Sen qayerda yuribsan? Mijozdagi qaramaysanmi? Bo'ldi, boryapman. Sen nega yaratganimni va mol dunyo berganimni tafakkur qilmaysanmi? Meni kechir, Rabbim. Meni kechir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Sha'bon oyining oxirgi kuni mav'iza qilib, "Voy odamlar, sizlarga ulug', barakali oy soya solib turibdi. Bu shunday oyki, bu o'zaro hissadorlik, sherikchilik qilinadigan oy. Unda mo'minning rizqi ziyoda bo'ladi. Kim bu oyda bir ro'zadorga iftor qilib bersa, gunohlari kechiriladi. Jahannamdan ozod bo'ladi va o'sha ro'zadorga berilgan ajr mislicha ajrga ega ham bo'ladi", dedilar. Biz ey Rasululloh, hammamiz ham iftor qilib berishga qodir emasmiz-ku dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Alloh taolo ro'zadorga bir yutum sut yo bir dona xurmo va yoki bir qultum suv berib iftor qildirganga ham o'sha savobni beraveradi. Agar kimki bir ro'zadorning qornini to'ydirsa, Alloh uni mening havzimdan suv ichiradi va u to jannatga kirguncha qayta tashna bo'lmaydi. Bu shunday oyki, uning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat va oxiri jahannamdan ozodlikdir deb javob berdilar. Alloh sizni nima uchun yaratgan?